Assalomu alaykum. Bugun sizlarga oddiy nodadan bitta nechta ko'chat olish ko'rsatib o'tmoqchiman. Kitayskiy отводка deyiladi. Buning uchun bitta nodani olib, shuni yotqizib, chuqur ko'lab olamiz. Keyin ko'rsataman hozir. Ko'lasak bo'ladi. Endi yotqizib, ana bachkalarni qoldirib qolgan joyiga qo'yib yuboramiz. Shuni ham qoldiramiz, bitta ko'chat bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, bitta nodadan davoz kuzgacha 1, 2, 3, 4, 5 ta ko'chat chiqadi. Uni ko'proq bachka qoldirsa, undan ham ko'p bo'ladi.